Juda qizig'i bor. Chunki payg'ambar alayhisolatu vassalomning huzurlaridan avval aytgan biz bir mayitni ko'tarib o'tishdi. Ko'tarib qabristonga olib ketyapti. Orqadagi odamlar u odamni naqadar yaxshi ekanligi haqida gapirib ketishyapti. O'sha qabristonga ketayotgan yaxshi odam edi, Alloh rahmat qilsin, undoq edi, bundoq edi. Payg'ambar alayhisolom aytdi, vojib bo'ldi dedilar. Yana birozdan keyin ikkinchi odamni ko'tarib o'tdi, orqasidan ketayotgan odamlar uni yomon odamligini gapirib o'tishdi. Payg'ambar alayhisolom vojib bo'ldi dedilar. Sahobiylar, ey Allohning rasuli, nima vojib bo'ldi dedingiz? Avvalgisiga ham vojib bo'ldi dedingiz, keyingisiga ham vojib bo'ldi. Avvalgi insonning yaxshiliklari haqida, yaxshi inson ekani haqida gapirib ketayotdi. Vojib bo'ldi degani bu insonga jannat vojib bo'ldi dedim. Keyingisini esa yomonliklari, yomon inson ekanligi haqida gapirib ketayotdi. Vojib bo'ldi degani bunga do'zax vojib bo'ldi deganligim deganlar. U o'ylamasin bu odamlarni bu bildirayotgan fikrlar